Assalomu alaykum jigarlar. Men sizlar bilan hozir Pause tokenlarimizni Phantom hamyonga qanday chiqarish va sotishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga Phantom hamyon kerak bo'ladi va Phantom hamyonga kirib olamiz. Mana o'sha Pause bog'lagan hamyonim meni aynan ichiga $2 salanasi olganman. $1.5 qilib ko'rdim, bo'lmadi. Baribir $2 solishga majbur bo'ldim. Video qilish uchun ham $2 dan kam bo'lsa bo'lmaydi. $2 oshirib tashladim. Va poisk bo'limiga o'tamiz pastdagi va o'zi ko'rsatib turib Pause Claim Visitni bosamiz. Va bizni Pause official saytiga olib ketadi avtomatik. Va men ko'rishingiz mumkin, aynan o'sha hamyonni bog'la deyapti va confirm tugmachasini bosamiz va bog'landi. Pastroqqa ko'taramiz va next tugmachasini bosamiz va claimni bosib, burchani mana shuni belgilab qo'yib, burchagidagi strelkani bosamiz. Va men ko'rishingiz mumkin, mana shuncha salani olib qoladi mendan va 5665 ta Pause beradi. Confirm tugmachasini bosamiz. Va hamyoningiz ketdi deb ko'rsatyapti va glavniga o'tamiz. Glavniga o'tgan vaqtimizda obnovlение qilib turamiz. Hozir tushish kerak bizga. Mana uji kelib tushdi, ko'rishingiz mumkin. $1.80 bo'ldi. Endi qaranglar. Xo'p. 5000 ta Pause'imiz $1.80 bo'ldi. Meni balansimda esa $2.5 ga yaqin pul bor edi. Demak, komissiyaga $2.5 ketdi. Aytmoqchi bo'lganim, agar sizlarda 5000 ta Pause'lar bo'ladigan bo'lsa, даже chiqarsanglar zararga kirib ketasizlar. Eng kamida 10000 ta yoki 15000 ta bo'lsa, o'shanda foyda qolishi mumkin sizlarga. Shuning uchun prosta paprobaga va qanday chiqarish videosini tayyorlash uchun sizlarga shu narsani ko'rsatib o'tdim. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar unaqa narsalar chiqmaydigan bo'lsa sizda, значит sizga hech qanday Pause tokenlari bermagan bo'ladi. $2 komissiyaga ketdi. Qaranglar jigarlar, $2 komissiya olyapti o'zi. Lekin chiqargan tokenim $2 bo'lmayapti. $1.80 bo'lyapti. Даже 6000 ta tokenim. Shuni o'ylashib, agar kimda ko'p bo'ladigan bo'lsa, chiqarasizlar va jo'natish ko'rishingiz mumkin. Pause ustiga bosasizlar va send tugmachasini bosib turib, men sizlarga adres beraman. Shu yerga adresni yozasizlar va next tugmachasini borib, menga o'tkazib beradigan bo'lsanglar, men sizlarga pulinglarni tashlab beraman. Shuning uchun eng kamida $2 olish kerak va birjalardan tashlamoqchi bo'lsanglar, $10 dan kam tashlab bo'lmaydi. $10 dan kam tashlab bo'lmaydi. Agar salani kerak bo'ladigan bo'lsa ham o'zimga murojaat qilaverasizlar, bemalol sotib olsanglar bo'ladi. $2 salani sotib olish uchun menga 35 ming so'm to'lov qilishlariga to'g'ri keladi.